Assalomu alaykum Best Boiler obunachilari. Xudo xolasa bugungi videomizda qish ta'mini yozda yeyiladi degan maqsadda xo'p Best Boiler katyollar ishlab chiqaruvchi sexga kelganmiz. Agalar inshaalloh 1 yil davomida faoliyat olib borildi. 1 yil davomida juda ham ko'plab Best Boiler katyollari olib borib o'rnatildi. Xudo xolasa bizga foydalanayotgan mijozlarimizni fikrlari ijobiy, ularga ma'qul, rasxodlari ham juda ham bir ma'qul kelyapti. Aynan mana shu rasxod masalasiga to'xtalib o'tamiz. Misol uchun eng kichkina katyolimiz 15 talik 150-200 kvadratli joyda isitadigan katyolimiz 20-30 kilo uyda utyuplitni katyolni turadigan xonasiga qarab turib bu rasxod kamayib ozayadi. Ko'mirni sifatiga qarab. Sizlar hech qaysi bir katyolni olyapti, shunga e'tibor beringlarki, aytgan rasxod chiqmaydi. Yo olib kelgan ko'miringiz sifati past bo'lsa, ko'proq rasxod qilishingiz mumkin. Yo xoningiz utyuplitni, ya'ni issiq sovuqlikdan himoyasi ozroq bo'lsa, ko'proq bo'ladi. Himoyasi kuchli bo'lsa, kamroq rasxod bo'ladi. Xudo xolasa bizda katyollarimiz inshaalloh O'zbekiston bo'yicha sotildi, O'zbekiston bo'yicha savdo qilindi, tajribadan o'tdi. Endi listlariga keladigan bo'lsa, operator yaqinroq olib kelib ko'rsatasiz. Mana bunga o't yoqishga tayyor qilib qo'yilgan. Ichlari to'rli, tashi uchli listdan foydalanilgan bo'ladi. Xudo xolasa listlarimizni sifati o'ta ham yuqori. Nima sababdan bunaqa deydigan bo'lsalaring, ushbu Best Boiler katyollari ishlab chiqariluvchi sex katta lazer sex hisoblanadi. Ya'ni lazerga ham katta ob'yomga sifatli listlar olib kelinadi. Undan tashqari yana bu katyollar uchun ham sifatli listlar olib kelinadi. Katyolda narxini iloji boricha arzonroq qilinadi. Ya'niki list katta ob'yomda olinadi. Lazer xizmati bepul. O'shaning uchun bundan tashqari ko'pchilikga e'tibor berishlarini tavsiya qilamiz. Kaseta masalasi rasxodlarni ham kamaytirib ko'payishiga sabab bo'ladi. Ya'ni eng kichkina katyolimizda ham 4 ta kaseta bo'ladi. Ya'ni sfareniya bo'lib, mana shunaqa aylanishi ichida uzoq muddat qoladi. O'shaning uchun kasetasi ko'p bo'lgan katyollar rasxodi kam rasxod bo'ladi. Undan u yog'i katta kichikligiga qarab, xudo xolasa ana shu ichidagi kasetalari o'zgarib qolardi. Aziz yurtdoshlar, xudo xolasa bizning kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatsalaring, katyollarni ishlab chiqarish jarayoni, listlarda kelishi, ustalarda qanaqangi svarka apparatda svarka bo'ladi. Xullas, xonadonga qo'yib foydalanayotganlar barchalarini biz sizlarga yoritib berishga harakat qilamiz. Endi inshaalloh katyollarning narxlari bo'yicha ma'lumotlarni sizlarga yetkazib beramiz. Xo'p, 15 talik katyolimiz 8,5 million so'm narxi chiqyapti ekan. Endi 10 talik kichikroq katyolimiz bor, uni narxi 7,5 million so'm chiqyapti ekan. Endi 22 talik katyolimiz bor, uni narxi 10 million 50 ming so'm. Endi 30 talik katyollarimiz aynan mana shu katyollarimiz bo'ladi. Buni narxi 12,5 million so'm chiqyapti ekan. Xudo xolasa kimga katyol kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Bitta narsani inobatga olasizlar. Bu katyollar endi ish boshlangan ustalar tomonidan tayyorlangani yo'q. Yuqori tajribaga ega malakali svarchilar orqali nima deydi, yuqori sifatli yangi listlardan foydalanib, har bir o'lchovlari aniq shaklda kesiladigan lazer apparatlar orqali kesilib, professional darajada ishlab chiqarilyapti katyollar. Aynan sizlarga katyol kerak bo'ladigan bo'lsa, hoziroq bizni ekrandagi raqamlarimizga aloqaga chiqinglar. O'zbekiston bo'yicha kelishilgan holatda dastavka xizmatlari mavjud. Diller bo'lib, katta ob'yomga olmoqchi bo'lganlar, xususiy bog'cha, maktablarga o'rnatmoqchi bo'lganlar, katyolni o'lchamini ahamiyati yo'q. Sizlarga kerakli bo'lgan katyolni yasab beriladi. Teplitsalarga katyollar yasash kerak bo'lsa, o'tkayli rosa yasaldi. Aynan shunaqa katyollarni ham qilib beriladi. Hoziroq bizga aloqaga chiqing.